Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? O'tgan videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, biz Aflatunning asarlarini boshladik. O'tgan ikkita videoda Aflatunning hayoti va asarlari, undan keyin bo'lsa, bugun o'qiydigan matnlarimiz, dialoglarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgan edim. Bugun aynan boshlaymiz mana shu dialoglarni. Bilasiz, bu dialoglarning ichida eng muhimi bu Suqrotning himoyasi dialogi edi. Lekin u bilan birgalikda biz bir butunlikni tashkil qiluvchi umuman Suqrotning oxirgi kunlarini anglatgan 4 ta matnni o'qiymiz dedik. Va bularning birinchisi Etifron'di. Etifron nima desangiz, Etifron qanday dialog desangiz, bilasiz, Suqrotni bittasi Melatos degan bir kishi dinsizlikda ayblab sudga murojaat qilgan bo'ladi. Va bu sudga murojaat qilganda ariza berayotganda Suqrotning ham kelishini istaydi. Bir joy bo'ladi, ya'ni shu masalalar bo'yicha shug'ullanadigan o'sha joyga Suqrot ham boradi. Va o'sha paytda bir Etifron degan kishi, o'zini dindor deb o'ylaydigan bir folbin kishi ham o'sha joyga kelgan bo'ladi va u o'zining, ya'ni Etifron o'zining otasini sudga berayotgan bo'ladi va shu yerda bir dialog ketadi. Suqrot bilan Etifron o'rtasida dindorlik haqida, e'tiqod haqida, insonlarning xudolarning oldidagi burchlari haqida va hokazo. Endi bu yerdan Etifron kim desangiz, bu yerda Platon Etifron orqali kimni bizga tushuntirmoqchi? O'sha paytdagi, ya'ni Afinada bo'lgan, o'zini dindor deb o'ylaydigan johil insonlarni Etifron orqali ko'rsatib bergan. Xo'p, dialogni boshlaymiz. Xullas tushundingiz deb o'ylayman. Dialogni boshlaymiz. Dialogni qanday o'qiyman? Iloji boricha Etifronning ovozini ingichkaroq, Sokratning ovozini qalinroq qilib o'qishga harakat qilaman va bundan tashqari har bitta kim aytayotganini aytib ketishga harakat qilaman. Xo'p, Etifron yoki dindorlik haqida. Etifron gap boshlayapti. Nima bo'ldi Sokrat? Odating bo'yicha Likayonda vaqt o'tkazishni tashlab bu yerga Barseliosning oldida nima qilyapsan? Basilos bu o'sha din ishlari bo'yicha biron bir kishi ariza berayotgan paytda boriladigan joy. Yoki sen ham men kabi Basiliosning oldida sud ishida ishtirok etmoqchimisan? Sokrates. To'g'risi, Etifron Atinaliklar bunga da'vo demaydi, balki grafi, ya'ni davlat nomidan qo'zg'atilgan jinoiy ish deb aytishadi. Etifron davom etyapti. Nima deyapsan? Demak, sen kimnidir ayblayapsan. Chunki men seni boshqalarni sudga beradigan odam deb tasavvur qila olmayman. Sokrates. Yo'q, albatta. Men hech kimni ayblamadim. Etifron. Unda demak, kimdir seni ayblayapti. Sokrates. Ha, aynan shunday. Etifron davom etyapti. Qani aytchi, kim u? Ya'ni kim seni ayblayapti deb so'rayapti Sokratesga. Seni, ya'ni sudga bergan kim deyapti. Sokrates davom etyapti. Men uni yaxshi tanimayman. Etifron, do'stim, ya'ni men uni yaxshi tanimayman, Etifron deyapti. Yoshlardan biri, unchalik tanilmagan, ismi Melatos bo'lsa kerak. U Pitios demosidan. To'g'ri osilgan sochli, siyrak soqolli va burgut burunli Pitioslik bir Melatosni taniysanmi? Sokrates, taniysanmi shu Melatos degan odamni deb so'radi Etifronga. Etifron, yo'q, tanimayman. Lekin u seni qanday ayblayapti ekan? Sokrates, qandaymi? U nazarimda juda jiddiy ayblov qo'yyapti. Bu yoshida bunchalik muhim masalalarni tushunish ham qiziq. Unga ko'ra yoshlar qanday buzilayotganini, hattoki ularni kim buzayotganini ham bilar ekan. Shubhasiz, juda dono odam bo'lsa kerak. Mening nodonligimni va tengdoshlarini buzayotganimni bilgan zahoti go'yo onasining bag'riga yugurayotgan boladay bo'lib, yugurib borib menga qarshi shahar sudiga shikoyat qilgan. Siyosatga eng to'g'ri joydan, yoshlardan boshlaganini tan olishim kerak. Chunki siyosatda biron natija kutilsa, avvalo yoshlar bilan kirishish kerak. Bu xuddi yaxshi bog'bonning avvalo nozik nihollar bilan shug'ullanib, keyin boshqa daraxtlarga o'tishga o'xshaydi. Shubhasiz Melatos ham aytishicha yosh nihollarni buzg'unchiliklardan himoya qilish uchun avvalo biz kabi zarar yetkazayotganlarni yo'q qilmoqchi. Sokrates aytayapti, men yoshlarni buzayotgan ekanman xullas deyapti. Va shuning uchun deyapti, Melatos deyapti, menga o'xshaganlarni, ya'ni yoshlarni buzayotganlarni yo'q qilmoqchi ekan deyapti. Xo'p, davom etyapti endi. Endi u qariyalarga o'tsa, shahar uchun naqadar foydali bo'lishi ayon. Shunday yo'l boshlovchi bir odamdan boshqacha narsa kutib bo'lmaydi. Xo'p, Etifron endi javob beradi. Koshki shunday bo'lsa edi, Sokrat.
Ammo menimcha u butunlay teskarisini qilyapti. Chunki agar u seni jazolamoqchi bo'lsa, demak u shaharni yuragidan zarba bilan boshlayapti. Aytchi, uning ayblovidan ko'ra sen yoshlarni buzuqlikka qanday boshlayapsan? E'tirof so'rayapti, qani? U menimcha xato qilyapti deyapti. Ani Melatosni aytayapti, seni sudga berib deyapti. Sen aytgan deyapti, sen yoshlarni qanday buzayotgan ekansan deb Sokratdan so'rayapti. Sokrates: eshitishimcha, men go'yoki juda g'alati ishlar qilganman. Aziz do'stim, unga ko'ra men yangi xudolar o'ylab topganman. U xudolarga ishonar ekanman va endi eski xudolarga ishonmas ekanman. Ya'ni Sokratesni o'zi 3 xil nimada ayblaydi? 3 kishi ayblaydi. Bularning biri Melatos hisoblanadi. Melatos aynan din bo'yicha ayblaydi. Ya'ni sen insonlarni dinan buzayapsan, xudolarimizga ishonmayapsan deb ayblaydi. Shuni aytib berdi Sokrates Etifronga, ya'ni Etifron javob beradi. Ha, tushundim. Sen har doim o'zingda mavjud ilohiy belgidan, ya'ni daimoniondan gapirib yurarding. U esa xalqning bunday tuhmatlarga qanchalik tez ishonishini bilganidan seni sudda dinga yangilik kiritganlikda ayblab, senga tuhmat qilmoqda. O'zimdan bilaman, qachonki xalq yig'inida dinga doir biror fikr bildirsam yoki kelajak haqida bashorat qilsam, men go'yo aqldan ozgan odamdek masxara qilishadi. Ammo bashoratlarim ham to'g'ri chiqadi. Nima uchundir bizga o'xshaganlarga hasad qilishadi. Ammo biz bunga parvo qilmay, bilganimizdan chekinmasligimiz kerak. Bu Etifron bu arada folbin. Shuning uchun ham aytayapti, men deyapti, kelajakka doir bashorat qilganimda deb men masxara qilishardi, lekin men aytganim to'g'ri chiqadi, deyapti. Lekin shunga qaramasdan chekinmasligimiz kerak, deyapti. Sokrates davom etyapti. Aziz Etifron, masxara qilinish ba'zan unchalik ham muhim bo'lmasligi mumkin. Menimcha, afinaliklar bir odamning donishmand yoki nodonligiga ahamiyat berishmaydi. Agar u bu donoligini boshqalarga o'rgatmasa. Sokratesning mana shu gapi muhim. Aytayapti, afinaliklar deyapti, bir odamning donishmand yoki nodonligiga qarab masxara ham qilishmaydi, u muhim emas deyapti. Ya'ni aslida deyapti, nima muhim deyapti? O'sha donishmand odam deyapti, boshqalarga ham bu donishmandlikni o'rgatishni boshlasagina ular g'azablanishni boshlaydi deyapti. Bizni buzayapsan deyapti. Men davomida shunday deyapti. Ammo kimdir boshqalarni donishmand qilish qobiliyatiga egadir. Va ular ham buni ko'rsa, sening aytganingdek hasaddanmi yoki boshqa bir sababdanmi ular kuchli g'azabga berilishadi. Ya'ni o'sha donishmand odam donishmandligini, ya'ni fikrini boshqalarga o'rgatishni boshlaydigan bo'lsa, bular g'azablanishni boshlaydi deyapti. Nimadanligini bilmayman. Hasaddanmi yoki boshqa sababdanmi deyapti. Etifron davom etyapti. Bu masalada odamlar men haqimda nima deb o'ylashayotganini bilishni istayman. Ya'ni bu masalada ham odamlar men haqimda qanday o'ylayapti ekan? Men oddiy donishmandmanmi yoki boshqalarni ham dono qilishni xohlaydigan insonmanmi deb Etifron so'rayapti endi. Sokrates javob beradi. Sen ularning nazarida ortiqcha ko'zga tashlanmaydigan va o'z donoligini boshqalar bilan baham ko'rishni xohlamaydigan insonsan-da. Mening holatim esa boshqacha. Men odamlarni juda yaxshi ko'raman. Shu sababli meni tinglashni xohlagan har kimga hech qanday to'lovsiz, hattoki mamnuniyat bilan ustiga pul to'lab bo'lsa ham bilganlarimni saxiylik bilan o'rgatyapman. Avval aytganimdek, agar ular sen bilan qilganlaridek meni ham masxara qilish bilan kifoyalansa edi, men ham sudda ular bilan hazillashib kulishdan rozi bo'lardim. Ammo ish jiddiy tus olsa, uning qanday yakun topishini faqat sen kabi folbinlargina bilishi mumkin. Ya'ni aytayapti, sen deyapti donosan, lekin donoligingni boshqalarga o'rgatishni xohlamaysan deyapti. Ularning nazdida ham shunaqasan deyapti. Lekin menda vaziyat bunaqa emas deyapti Sokrat. Ya'ni mening vaziyatim boshqacharoq. Agar menda ham shunaqa bo'lib shunchaki masxara qilib qo'yishganda deyapti, men ham sudda ularni masxara qilib qo'yardim, bitardi deyapti. Lekin mening ishim biroz jiddiyroq. Buni balki sen bilarsan, chunki folbinsan deb Etifronga aytayapti. Xo'p, Etifron davom etyapti. Balki hech qanday yomonlik bo'lmas Sokrates. Tilaymanki sening ishing ham, mening ishim ham xohlaganimizdek yakunlansin. Endi Sokrat so'rashni boshladi. Sening ishing nimadan iborat, Etifron? Ayblanuvchisanmi yoki da'vogar? Etifron, da'vogar bo'layapman. Sokrates davom etyapti. Kimga qarshi da'vo ochding? Etifron javob beryapti. Kimga da'vo qo'zg'atganimni aytsam, sen meni jinni deb o'ylab qolasan deyapti. Sokrates, nega? Uchib yuradigan biror kimsaga da'vo ochdingmi? Etifron, yo'q, ucholmaydi u. U uchish uchun juda qari. Sokrates, yaxshi, unda kim u odam? Etifron, otam. Sokrates,
Otangmi aziz do'stim? Ha, otam. Sokrates. Yaxshi. Unda aybi nima? Uni nima bilan ayblayapsan? Etifron. Qotillik bilan Sokrates. Sokrates. Gerakl nomiga qasam, ko'pchilik bunday holatda nimaning to'g'ri ekanligini anglamaydi, Etifron. Sening qilayotgan ishingni qila oladigan odam menimcha salmoqli darajada dono bo'lishi kerak. Ya'ni Sokrates so'radi-ku, sen o'zing nima qilyapsan bu yerda degan edi. Da'vochiman dedi. Ya'ni birovni sudga berdim dedi. Kimdi deb so'ragan edi. Otam dedi. Hayron bo'ldi. Keyin aytayapti, bunaqa vaziyatda hech kim ya'ni nimaning to'g'ri ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Sen dono odamsan. Buni qilayotgan bo'lsang, bunaqa ish qilayotgan bo'lsang deb sekin anaqaga tortishga tortyapti o'zi. Ya'ni gapirtirishga harakat qilyapti. Etifron javob beryapti. Zeus nomiga qasamki, aynan shunday Sokrat. Sokrates davom etyapti. Otang o'ldirgan odam qarindoshingmi? Ehtimol shundaydir. Chunki begona biri uchun otangga nisbatan qotillik bo'yicha da'vo ochmagan bo'larding. Ya'ni otam birovni o'ldirdi, qotillik bo'yicha da'vo ochyapman dedi-ku. Sokrates aytayapti. Otang qarindoshlaringdan birini o'ldirib qo'ydimi deyapti. Bo'lmasa deyapti, begona uchun otangni sudga bermaysan-ku deyapti. Etifron aytayapti. Shunda zo'r javob beradi Etifron. O'ldirilgan odamning qarindosh yoki begona bo'lishi o'rtasida farq ko'rishing kulgili. Bu yerda o'ylanishi kerak bo'lgan yagona narsa qotil bu ishni haqli yoki nohaq ravishda qilganmi? Agar u haqli bo'lsa, ozod qilinadi. Agar nohaq bo'lsa, u bilan bir uydan ovqatlangan bo'lsang ham uni adolatga topshirish kerak. Ya'ni Etifron zo'r javob berdi shu yerda. Nima so'ragan edi? Sokrates so'ragan edi. Otangni o'ldirgan odam qarindoshingmi? Nimaga sudga beryapsan? Begona bo'lsa sudga bermaysan-ku degan edi. Etifron aytayapti. O'ldirilgan odamning kim bo'lishining nima qizig'i bor deyapti. Buni o'ylashing kulgili deyapti. Bu yerda o'ylanish kerak bo'lgan yagona narsa qotil bu ishni haqli yoki nohaq ish qilgan. Ya'ni haqli qilgan bo'lsa qo'yib yuboriladi. Nohaq qilgan bo'lsa, nohaq bo'lsa u qotil, oilangdan bo'lsa ham kim bo'lishidan qat'iy nazar uni adolatga topshirish kerak deyapti. Yana davom etyapti Etifron endi. Agar bunday odam bilan aloqani ongli ravishda davom ettirsang va unga qarshi sud orqali chora ko'rmasang, sen ham u kabi bulg'angan bo'lasan. Aslida o'ldirilgan odam bizning ishchimiz edi. Naxos orolida dehqonchilik qilayotganimizda bizda ishlardi. Bir kuni u mast bo'lib, qullarimizdan biri bilan janjallashib, uni o'ldirdi. Otam uning qo'l oyoqlarini bog'lab, chuqurga tashlab qo'ydi va nima qilish kerakligini so'rash uchun odam yubordi. Anaqaga bir din odamiga odam yubordi, nima qilishini so'rash uchun. Lekin bu orada otam qotilni butkul e'tiborsiz qoldirdi. U bilan mutlaqo shug'ullanmadi va u yashaydimi, o'ladimi, u haqida o'ylamadi ham. Oxir oqibat ochlikdan, sovuqdan va bog'lab qo'yilgan holatda o'lib ketdi. Endi esa men otamga qotil uchun qotillik bo'yicha da'vo ochganim uchun otam va boshqa qarindoshlarim menga juda g'azabda. Ular aytishicha, otam qotillik qilmagan. Hatto u ishchini o'ldirgan bo'lsa ham, u odam qotil bo'lgan. Shuning uchun men uning tarafini olishim kerak edi. Chunki farzandning otasiga nisbatan qotillik bo'yicha da'vo ochishi dinga zid emish. Ana endi ko'r Sokrat, ilohiy adolat, diniy muvofiqlik, dinga moslik va dinga zidlik haqidagi bilimlari shu darajada ekan bo'lardi, deyapti. Xo'p, nima deyapti? Tushuntirib beraman sizga shu joyni. Bu yerda Sokratga otasining o'ldirgan odam kim, nimaga sudga berayotganini tushuntirib berdi. Xullas, bular boy odam tabiiyki, Etifron boy odam, qullari bor va ishchisi ham bor. Bir ishchisi ichib olib, qullarining birini o'ldirib qo'yadi. Keyin otasi bo'lsa, bu Etifronning otasi bo'lsa, endi boy odam, ishchisini bog'lab, qo'llarini bog'lab bir chuqurga tashlab qo'yadi. Keyin bir din odamiga nima qilamiz endi bu ishchini deb bir inson yuboradi. Maslahat so'rash uchun. Lekin u orada unga non ham bermaydi, suv ham bermaydi. Shu qo'l oyog'i bog'liq qolib ketadi sovuqda. Va o'ladi u ishchi. Buni ko'rgan Etifron bo'lsa, o'zini dindor deb o'ylaydi-ku bu. Men to'g'ri yashayman, men dindorman deb o'ylaydi-ku. Otasini sudga beradi. Sen u ishchini o'ldirding deb. Keyin qarindoshlari bo'lsa, otasi va qarindoshlari yo'q. U qotil edi u ishchi. Shuning uchun o'ldirdi otang. Lekin bu yerda bir jinoyat yo'q. Otangni sudga berishga haqli emassan, chunki bu narsa dinga zid deb aytdi menga, deyapti qarindoshlarimiz, deyapti. Bularning deyapti, ya'ni qarindoshlarni nazarda tutib aytayapti. Ilohiy adolat tushunchasi dinga muvofiqlik va nomuvofiqlik, ya'ni dinga moslik va ya'ni gunoh savob ma'nosini aytayapti-da. Bilimi shu darajada ekan, deyapti qarindoshlarning.
Endi davom etamiz. Sokrates endi tortishuv endi boshlanyapti aslida. Endi dinga muvofiqlik nima, dinga zidlik nima, shuni tortishadi endi. Eng qizigan joy shu joy. Zeus nomiga qasamki Etifron, ilohiy adolatni, diniy moslik va nomoslikni juda yaxshi bilaman deb o'ylaysan va agar voqealar sen aytganingdek bo'lsa, demak sen otangga da'vo ochganingda gunoh qilaman deb qo'rqmaysan, to'g'rimi? Sokrates so'rayapti. Ya'ni sen otangga da'vo ochishda gunoh qilaman deb qo'rqmaysan, to'g'rimi deyapti. Chunki deyapti, sen deyapti dinga nima mos, dinga nima zid, bu narsalarni yaxshi bilaman deb o'ylaysan deyapti. Etifron aytayapti. To'g'ri Sokrat. Chunki agar Etifron bu narsalarni chuqur bilmasa edi, hech qanday foydasi bo'lmas edi. Oddiy odamdan farqi qolmas edi. Ya'ni men bu ishlarni chuqur bilaman, yaxshi bilaman. Oddiy odamdan farqim qolmasdi agar bilmasam deb javob beryapti Etifron. Sokrates. Sokrates bu Suqrot bu arada. Bu holatda aziz do'stim, Melatosning menga qarshi ochgan da'vo sudlari boshlanishidan oldin qiladigan eng yaxshi ish sening shogirding bo'lishim bo'ladi. Men unga ochiq aytaman. Qadimdan diniy masalalarda bilim olishga harakat qilganman. Lekin u meni yangicha e'tiqodlar tarqatmoqda deb ayblagach, men darrov aytaman. Qara Melatos, agar Etifron bu borada bilimli deb hisoblasang, men ham u kabi to'g'ri fikr yuritaman deb bil va da'vongdan voz kech. Agar bunga ishonmasang, unda meni emas, avvalo o'z otasini, o'z nasihatlari bilan yo'ldan ozdirgan ustozimni, ya'ni Etifronni aybla. Agar u bunga rozi bo'lmasa, da'voni olib tashlamasa, sudda uning oldida ayni shu gaplarni yana aytaman. Nima deysan? Bo'lmaydimi? Qarang. Bu yerda Sokratesning usuli haqida gapiraman va bu yerda nima deyapti shuni tushuntirib berish kerakman. Sokrates har doim Suqrot birov bilan tortishga kirishayotgan paytda uni o'ziga tortishga harakat qiladi, o'ziga tortadi. Mana bu yerda nima deyapti? Men senga o'zi deb shogird tutishim kerak deyapti. Ya'ni ancha vaqtdan beri o'zi diniy masalalarda o'rganishni xohlayman deyapti. Shuning uchun deyapti, sen yaxshi bilar ekansan modamki deyapti, men senga shogird tushay deyapti. Keyin deyapti, nima qilaman deyapti. Sokratesni birov ayblagan edi-ku, Melatos degan dinsizlikda. Men sud jarayonida deyapti, Melatosga aytaman deyapti. Qara Melatos, agar Etifronni bu borada bilimli deb hisoblaydigan bo'lsang deyapti, va o'zingni shu Etifron kabi to'g'ri fikrlayman deb o'ylaydigan bo'lsang deyapti, bu da'vodan voz kech. Agar unga ishonmasang, unda deyapti, mendan oldin deyapti, nimani? Etifronni aybla. Chunki Etifron otasini sudga beryapti, deb aytaman deyapti. Chunki deyapti, men bilmayman, sen bilar ekansan deyapti. Sudda shuni aytsam bo'ladimi deyapti. Yani da'voni olib tashladi deb aytaman deyapti. Chunki mendan dinni yaxshi biladigan odam Etifron ham hatto otasini sudga beryapti ekan. Sen nimaga meni ayblayapsan demoqchi-da. Shunaqa deyman deb aytayapti. Endi bu yerda aslida maqsad Etifronni tortishuvga tortish. Etifron aytayapti. Zeus nomiga qasamki, Sokrat agar Melatos rostdan meni shunday ayblaganida, men uni sinchiklab o'rganar va sudda o'zimdan ko'ra ko'proq uning ustidan so'z yuritgan bo'lardim. Etifron aytayapti. Zeus nomiga qasamki, ya'ni agar Melatos meni shunday ayblaganda aytayapti, uni tortishuvda yengib qo'yardim sudda ma'nosida aytayapti-da. Xo'p, Sokrat davom etyapti. Aynan shuning uchun aziz do'stim, men senga shogird bo'lishni istayapman. Chunki Melatos ham, boshqa hech kim ham seni e'tiborga olmayapti. Ammo meni esa e'tiborga olishdi va u, ya'ni Melatos ichimdagini osongina anglab yetib, meni dinsizlikda aybladi. Endi Zeus nomiga aytchi. Hozirgina juda yaxshi bilaman degan narsangni menga ham aytib ber. Jinoyat va boshqa narsalarda dinga muvofiqlik va dinga zidlik senga ko'ra nimani bildiradi? Bu juda mana shu joyda tortishmaning birinchi savoli berildi. Tortishmaning Etifron bilan Sokratesning o'rtasidagi bahsning birinchi savoli. Aytayapti. Menga ko'ra men deyapti, sen aytayapsan deyapti, bilaman, nima dinga muvofiq, nima dinga nofiq bilaman deyapsan. Menga ham ayt shuni deyapti. Jinoyat va boshqa narsalarda dinga muvofiqlik va dinga zidlik senga ko'ra nimani bildiradi? Agar har bir holatda dinga muvofiqlik va dinga zidlik boshqacha ta'riflanadimi? Dinga muvofiq narsa dinga zid narsaning qarama-qarshi tarafida bo'ladimi? Dinga zidlikning faqat bitta ko'rinishi bormi deb savolga ko'mib tashladi bu yerda Etifronda. Etifron ham javob beradi. Albatta Sokrates davom etyapti. Unda aytchi, senga ko'ra dinga muvofiq va dinga zid narsa nima? Savol shu. Sokratning savoli shu. Dinga muvofiq nima? Dinga zid narsa nima? Buni nima belgilab beradi? Endi Etifron davom etyapti. Menimcha hozir o'zim qilayotgan ish, ya'ni jinoyat qilgan, ma'batni buzgan yoki boshqa biror yomon ish qilgan odamga
U otang, onang yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar da'vo ochish. Bu dinga muvofiq harakatdir. Bunday qilmaslik esa dinga zid hisoblanadi. Sokrat kim tomonidan sodir etilishidan qat'iy nazar hurmatsizlikka yo'l qo'ymaslik kerak. Bu fikrimni isbotlash uchun bir kuchli dalil keltirmoqchiman senga. Men bu harakat to'g'ri ekanini ilgari ham boshqalarga tushuntirganman. Odamlar Zeusni eng yaxshi va eng adolatli xudo deb bilishadi va nohaq tarzda o'g'illarini yutib yuborgani uchun otasini zanjirlaganini, hatto otasining ham o'z otasini o'xshash sabab bilan hadim qilganini, ya'ni bichganini to'g'ri deb hisoblashadi. Ammo shu odamlar jinoyat qilgani uchun otamga da'vo ochyapman deganimda menga g'azablanishadi. Demak, tangrilar haqida boshqa, o'zim haqimda esa, ya'ni inson haqida boshqa fikrda bo'lish orqali o'zlariga zid gapirishyapti. Bu yerda nima dedi Etifron? Sizga qisqacha tushuntirib beraman. Men senga isbotlab beraman dedi, to'g'riligini dedi. Boshqalarga ham aytganman bu gapni deyapti. Masalan deyapti, Zeus deyapti. Endi u o'sha paytning paganizmning xudosi. Zeus deyapti, odamlar eng yaxshi, eng adolatli xudo deb bilishadi deyapti. Lekin deyapti, Zeus ham deyapti, bolalarni otasi, ya'ni Zeusning otasi Zeusning bolalarini yeb qo'ygani uchun deyapti, otasini zanjirlagan deyapti. Ya'ni jazolagan ma'nosida deyapti. Zeusning otasi ham deyapti, uning ya'ni Zeusning bobosini, Zeusning otasi Zeusning bobosini, ya'ni uning otasi bo'ladi-ku, bichgan deyapti. Ya'ni otalarni jazolagan xudolar ham deyapti, hatto deyapti. Otalarni jazolagan deyapti. Lekin deyapti, unga hech nima demaydi odamlar deyapti. Lekin men otamni sudga bersam menga g'azablanishyapti deyapti. Bu yerda deyapti, o'zlarining fikriga o'zlari ziddiyatga tushib qolyapti. Nimaga? Chunki tangrilarga kelganda bo'laveradi, insonga kelganda bu narsa bo'lmaydi deb ziddiyatga tushib qolyapti deyapti. Bu yerda. Sokrates davom etyapti endi. Balki ular meni tanqid qilayotganining sababi ham shu bo'lishi mumkin. Ehtimol kimdir tangrilar haqida biror gap aytsa, men uni qiyinlik bilan qabul qilganimni ko'rib, iymonsizman deb o'ylagandir. Agar sen bu tangrilar haqidagi hikoyalarga ishonayotgan bo'lsang, men kabi odamlar ham ularga ishonishi kerak. Bu borada hech narsani bilmasligini tan olgan odam sifatida menga nima deyish mumkin? Ammo Zeus do'stlik xudosi nomiga aytchi, rostdan ham bu gaplarning rostligiga ishonasanmi? Hozir aniq aytib berdi-ku. Zeus otasini zinjirladi, uning otasi bo'lsa o'zining otasini bichdi, Zeusning otasi Zeusning bolalarini yeb qo'ydi va hokazo deb gapirib berdi-ku. Sen shu gaplarga o'zi ishonasanmi deb, shu ertaklarga ishonasanmi degandek gapiryapti. Shu aytib bergan hikoyalarga deyapti. Etifron aytayapti. Faqat u emas, Sokrat. Ko'pchilik bilmaydigan yana boshqa hikoyalar ham bilaman deb, boshqa narsalar ham bilaman deb. Sokrat davom etyapti. Demak, sen shoirlar aytgan, mohir rassomlar ma'bad devorlariga to'liq chizgan va buyuk Panatinaya bayramlarida Akropolga olib chiqiladigan pelerinada tikilgan tangrilar o'rtasida bo'lgan urushlar, dahshatli adovatlar, tortishuvlar va shunga o'xshash nizolarga ishonasanmi? Etifron, biz bu voqealar haqiqat deb qabul qilishimiz kerakmi? Sokrat sen davom etyapti. Demak, sen deyapti, shoirlar aytgan, rassomlar chizgan tangrilar o'rtasida bo'lgan urushlar, dahshatli adovatlar, tortishuvlar va shunga o'xshash nizolarga, ya'ni tangrilar o'rtasidagi nizolarga, shunaqa hikoyalarga ishonasanmi deyapti. Biz ham ishonishimiz kerakmi hammamiz deyapti. Etifron yana davom etyapti. Faqat ular emas, Sokrat. Xohlasang aytganimdek tangrilar haqida yana ko'p narsalarni aytib berishim mumkin. Ishonchim komilki, eshitsang juda ham hayron qolasan. Endi Sokrat javob beryapti. Hayron qolmasligi mumkin, lekin bu gaplarni keyinroq qulay vaqtda aytib berarsan. Hozir esa hozirgina bergan savolimga aniqroq javob berishingni istayapman. Chunki do'stim, men senga dinga muvofiq nima deb so'raganimda ishonchli javob bermading. Endi esa sen hozir qilayotgan ishing otangga jinoyat bo'yicha da'vo ochish dinga muvofiq harakat deb aytding. Etifron. Ya'ni Sokrates aytayapti, boshqa joyga burma gapni deyapti. O tangrilarning hikoyalari haqida keyin aytib berarsan menga deyapti. Men savolimga javob ber. Dinga muvofiq nima? Nimaga qarab sen otangni sudga berishingni dinga muvofiq deyapsan? Menga shuni javob ber deyapti. Etifron bu to'g'ri Sokrat dedi. Sokrat yana davom etadi. Balki shundaydir, ammo Etifron sen boshqa dinga muvofiq harakatlarni ham borligini aytding. Ya'ni men qilayotgan ish to'g'ri dedi Etifron. Sokrat aytayapti. Balki shundaydir. Bilolmaymiz hozircha. Lekin Etifron sen bundan boshqa dinga muvofiq harakatlar borligini ham aytding deyapti. Etifron ha bu to'g'ri aytdim. Sokrates. Eslasang, men sendan bir yoki ikki misolni emas, dinga muvofiq bo'lgan harakatlarni dinga muvofiq qiladigan asosiy belgini tushuntirishingni so'ragandim. Ya'ni Sokrates bu yerda aytayapti, savolni aniqlashtiryapti.
Eslaydigan bo'lsang, men sendan bir yoki ikki misolni emas, dinga muvofiq bo'lgan harakatni, dinga muvofiqligini ko'rsatib beradigan xususiyat nima deyapti. Yani nimaga qarab biz dinga muvofiq deymiz, nimaga qarab biz dinga nomuvofiq zid deymiz. Shuni menga aytib berishni xohlayapman deyapti. Endi chunki sen ilgari aytgan edingki, dinga zid bo'lgan narsalar nima uchun dinga zid, dinga muvofiq bo'lgan narsalar nima sababdan dinga muvofiq ekanligini belgilab beradigan yagona bir xususiyat bor. Esingdami? Yani Sokrates aytayapti. Shunaqa deb aytgan eding deyapti. Ha, eslayman dedi Etifron. Unda iltimos menga mana shu xususiyatni o'rgat. Shunda men ham unga qarab baho berib, sen yoki boshqalarning qilgan harakatlari ichida bu xususiyatga mos kelganini dinga muvofiq, mos kelmaganini esa dinga zid deb ayta olaman. Etifron davom etyapti. Xohlasang buni shunday tushuntiraman Sokrat. Albatta xohlayman, dedi Sokrat. Etifron. Unday bo'lsa, tangrilar sevgan narsa dinga muvofiq, tangrilar yoqtirmagan narsa dinga zid. Etifronning javobini eshitinglar qaytadan. Tangrilar yoqtirgan narsa, sevgan narsa dinga muvofiq, dinga mos. Tangrilar yoqtirmaydigan narsalar bo'lsa, dinga zid deb javob berdi Etifron. Sokrates endi yana davom etyapti. Juda yaxshi, Etifron. Aynan istaganimdek aniq javob berding. Bu fikr to'g'rimi, noto'g'rimi hali bilmayman. Lekin sening izohlaring orqali bu haqiqat ekanligini isbotlay olishingga ishonaman. Endi Sokrat tortishuvga tortyapti. Yaxshi javob. Lekin to'g'rimi, noto'g'rimi hali bilmaymiz. Qani tekshirib ko'ramiz deyapti-da. Etifron albatta. Sokrates. Unda aytganlarimizni takrorlaylik. Tangrilar yoqtirgan narsa va odamlar dinga muvofiq. Tangrilar nafratlanadigan narsa va odamlar dinga zid. Demak, dinga muvofiq narsa va dinga zid narsa bir-biriga mutlaq zid, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Senga bu fikr to'g'ri tuyulyaptimi? Ha, Sokrat, menimcha to'g'ri. Sokrates davom etyapti. Yaxshi Etifron, endi aytchi. Biz tangrilar o'zaro tortishadi, kelishmovchilik va dushmanlik qiladi deb aytmaymizmi? Ha, aytamiz. Aziz do'stim, Sokrat davom etyapti. Aziz do'stim, qaysi mavzulardagi kelishmovchiliklar dushmanlik yoki g'azabga olib keladi? Kel, bunday fikr yuritaylik. Agar sen bilan men ikki narsaning soni haqida tortishsak, ya'ni qaysi biri ko'proq ekanligini aniqlay olmasak, bu bizni bir-birimizga g'azablanishga olib keladimi yoki ularni sanab chiqqach, bu muammo darhol hal bo'ladimi? Etifron. Albatta darhol hal bo'ladi. Sokrates davom etyapti. Agar nimaningdir kattaligi yoki kichikligi haqida kelisha olmasak, bu o'lchov orqali aniqlanadi, shundaymi? Albatta. Og'irlik masalasidagi kelishmovchilikni ham uni tortib ko'rib hal qilish mumkin, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Unda biz qaysi masalalarda kelisha olmay o'zaro g'azablanamiz va dushman bo'lib qolamiz? Bu savolga biroz o'ylab javob berishing mumkin. Balki bunday kelishmovchiliklar to'g'ri va noto'g'ri, go'zal va xunuk, yaxshi va yomon kabi masalalarda chiqayotgan bo'lishi mumkinmi? Odamlar bir-birlari bilan aynan shunday masalalarda kelisha olmay dushmanlashmayaptimi? Sokrates so'radi shunday deb. Etifron. Albatta aynan shunday masalalarda kelishmovchiliklar chiqadi, Sokrates. Unda Etifron tangrilar har bir-birlari bilan tortishganlarida ularning kelishmovchiligi aynan shu masalalarda, to'g'rilik, yaxshilik, go'zallik ustida bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Mutlaqo shunday, Sokrat, deb javob beradi Etifron. Unday bo'lsa, aziz Etifron, sening so'zlaringga qaraganda turli tangrilar turli narsalarni to'g'ri, go'zal, yaxshi deb hisoblashadi. Chunki agar ular bu borada kelishib olgan bo'lsa edi, ular o'zaro janjal qilishlariga hech qanday ehtiyoj qolmagan bo'lardi. Sen haqiqatni aytyapsan, to'g'ri deyapsan, deyapti Etifron. Unday bo'lsa, har bir xudo o'ziga foydali, to'g'ri va chiroyli deb o'ylagan narsalarni sevadi, qarshi bo'lgan narsalarni esa nafratlanadi, to'g'rimi? Ha, albatta. Sening aytganingga ko'ra, bir xil narsa ba'zi xudolar uchun to'g'ri, boshqalar uchun noto'g'ri hisoblanadi. Shuning uchun xudolar bu mavzularni kelisha olmay, janjal va urushlarni boshlaydilar, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Demak, xudolar bir narsani bir vaqtda ham yaxshi ko'rishi, ham nafratlanishi mumkin. Buning natijasida xudolarning nafratlanadigan narsalari ham ba'zan ularning sevimli narsalari ham bo'lishi mumkin. Ha, shunday ko'rinadi. Unda ko'rinishdan bir xil narsalar ham dinga muvofiq, ham dinga zid bo'lib chiqaveradi. Endi shu joygacha tushuntiraman sizlarga. Dinga muvofiq narsa nima, dinga zid narsa nima deb so'radi Sokrat. Etifron, xudolar yaxshi ko'radigan narsa dinga muvofiq, dinga mos, xudolar yomon ko'radigan narsa dinga zid dedi.
Keyin Etifron nima Sokrat so'rashni boshladi. Biz dedi xudolar ham kelishmay qolishi mumkinmi dedi. Ya'ni paganizmda ko'p xudoliklar bor-ku, ha kelishmay qolishi mumkin dedi. Xo'p, endi buni o'xshatish bilan tushuntirishga harakat qildi. Masalan dedi, ikkalamiz dedi tortishib qoladigan bo'lsak dedi. Bir narsaning sonida tortishib qoladigan bo'lsak dedi. Uni sanab chiqqandan keyin bu masala yechiladimi dedi? Ha, yechiladi. Bir narsa o'lchovida, katta kichikligida tortishib qoladigan bo'lsak, o'lchaydigan bo'lsak, keyin qaysisining kattaligi, kichikligi aniqlanadigan bo'lsa, bu tortishuv tugaydimi dedi? Tugaydi. Biron narsaning og'irligi bo'yicha tortishadigan bo'lsak, uni tortib ko'radigan bo'lsak, qaysi og'ir bo'lsa, qaysi yengil bo'lsa aniqlanib, bu masala ham yechiladimi? Yechiladi. Unda ikkalamiz nima bo'yicha tortishganimizda bir-birimizga g'azablanib, dushman bo'lib qolishimiz mumkin dedi. Bular deyapti, to'g'rilik, noto'g'ri, go'zal, xunuk, yaxshi, yomon kabi va masalan falon narsa yaxshi, falon narsa yomon kabi mavzularda insonlar kelisha olmay, yecha olmay, bir-biriga dushman bo'lib qolishi mumkinmi dedi? Ha, shunday dedi. Boyagi o'lchoviga o'xshamaydi bu narsalar demoqchi-da. Ya'ni yaxshi va yomon, to'g'ri va noto'g'ri, go'zal va xunuk degan narsalar bu nisbiy narsalarga o'xshash deb tushuntiryapti anaqaga. Etifronga. Keyin aytayapti. Davom ettiryapti. Boya aytdik deyapti, tangrilar ham kelisha olmay qoladi dedik deyapti. Tangrilar nima bo'yicha kelisha olmay qolishi mumkin deyapti? Aynan deyapti, mana shu go'zal va xunuk, to'g'ri va noto'g'ri kabi mavzularda deyapti. Demak deyapti, endi boshda aytdik-ku, tangrilar yoqtiradigan narsa nima dinga muvofiq, tangrilar yoqtirmaydigan narsa dinga zid degan edi Etifron. Endi aytayapti, faloncha tangri to'g'ri degan narsani qaysidir tangri noto'g'ri deyishi mumkin. Bu yerda boyagi narsa ham to'g'ri ham noto'g'ri bo'lib qolyapti deyapti. Ya'ni demakki deyapti, bu yerda bir g'alatilik bor ma'nosi aytyapti. Ya'ni bitta narsa ham to'g'ri bo'lib chiqishi mumkin, ham noto'g'ri bo'lib chiqishi mumkin, ham dinga mos bo'lib chiqishi mumkin, ham dinga zid bo'lib chiqishi mumkin degandek ma'noda gapirdi endi. Shu yoqqa olib keldi endi. Endi Etifron aytyapti, to'g'ri shekilli deyapti. Ammo bunday bo'lsa, men sening savolimga hali aniq javob mening savolimga sen hali aniq javob bermagansan. Men senga shuni so'ragandim. Xudolar bir narsani sevadimi desak, bu narsaning jinoyat bo'lishi mumkinmi? Chunki sening otangni jinoyat ayblashing bu ishni Zeusga yoqimli bo'lishi mumkin. Ammo Kronos, Uranus buni yoqtirmasligi, Hefatos bu ishga rozi bo'lib, Hera bunga yomon deb topishi mumkin. Bu barchasi hech kimni ajablantirmaydi. Ya'ni boya men aytgan narsani aytadi. Masalan, sen otangni deyapti, jinoyatda ayblayapsan-ku deyapti. Bu narsani mayli Zeus yoqtirishi mumkin deyapti. Lekin Kronos bilan Uranus bular ham tangrilar-ku o'sha paytda. Antik Yunondagi tangrilar. U yoqtirmasligi mumkin deyapti. Ya'ni qaysi tangri yoqtirib, Hera buni yoqtirmasligi yomon ko'rish mumkin deyapti. Va bunga hech kim ajablanmaydi deyapti. Etifron aytayapti, menimcha Sokrat hech bir xudo adolatsiz jinoyatchini qutqarmaydi. Bu masalada xudolar ayrimlashmaydi. Nima deyapti? Menimcha Sokrat, ya'ni xudolar, Etifron aytayapti, jinoyatchi bo'lsa deyapti, hammasi deyapti, bunga rozi bo'ladi deyapti. Endi Sokrat, to'g'ri, endi Etifron, sen eshitgansan, odamlar jinoyat qilganlarga nisbatan jazo berilsin degan bahslarda qatnasharmikan? Etifron, albatta. Sudlarda doim shu bahslar bo'ladi. Ko'pchilik o'z jinoyatlarini yashirincha qutqarish uchun yordam so'raydi. Demak, Etifron ular jinoyatlarni tan olib jazo so'rasharmikan? Yo'q, ular bunday fikrni ilgari surmaydi. Demak, ular hammasini gapirmaydi va qilmaydi. Zero agar jinoyatlarga qarshi jazo talab qilishganda esa, ya'ni jinoyat emasligini da'vo qilishmasdi, to'g'rimi deyapti. Ya'ni bu yerda shuni aytayapti. Biz deyapti bitta narsaning tortishayotganimizda deyapti, jazo berilsin yoki berilmasin deb tortishmaydi sudlarda odamlar deyapti. U qilgan ishi jinoyatmi, jinoyat emasmi? Shuni tortishadi deyapti. Ya'ni Sokrat shuni tushuntirib beryapti. Ya'ni bir kishi bir ish qildi, u qilgan ishi jinoyatmi, jinoyat emasmi? Shu tortishiladi deyapti. Unga jazo berilsin yoki berilmasin deb emas deyapti. Chunki deyapti, u odam jinoyat qilganini tan olmaydi deyapti. Ya'ni tortishiladigan mavzu jinoyat yoki jinoyat emaslik. Xuddi anaqa Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarida bor-ku, biz nimaga jinoyat deymiz u, nimaga jinoyat demaymiz. Nimaga jazo berishimiz kerak u, nimaga jazo bermasligimiz kerak kabi. Bu yerda ham xuddi shu narsa ketyapti. Sokrates davom etyapti. Shunday qilib, bahs jinoyatchiga jazo berilsin yoki yo'qmi haqida emas, balki bu odam jinoyat qilganmi yoki yo'qligini aniqlash haqida bo'ladi, to'g'rimi? Etifron, aynan shunday. Xudolar ham shu tarzda to'g'ri va noto'g'riga kelishmaydi. Xuddi insonlar singari. Biroq inson yoki xudo farqi yo'q, hech kim jinoyatchilarga jazo bermaslik kerak deb aytmaydi. Ha, umumiy jihatdan to'g'ri, deyapti Etifron. Shunday ekan Etifron, agar xudolar ham kelisha olmayotganini tan olsak, ularning hammasi voqeani alohida baholaydi. Ayrimlari bu ishni to'g'ri, boshqalari esa noto'g'ri deb hisoblaydi. To'g'rimi? Albatta.
Endi aziz do'stim, bilimingni sinab ko'r. Agar bir ishchi qulni o'ldirsa, bu jinoyat. Albatta. Ammo qulni egasi, ya'ni otang unga ortiqcha qattiq munosabatda bo'lmasa, bu hamdardlikka o'xshash xatti-harakat bo'lsa, hamma xudolar bu jinoyatni adolatsizlik deb topadimi? Va agar bir o'g'il otani jinoyatda ayblasa, bu ham to'g'rimi? Agar buni barcha xudolar qabul qilsa, menga shuni isbot qil. Men buni isbotlay olsang, men bu xossadagi bilim bilan doim g'ururlanaman sening biliming bilan deyapti. Xo'p, nima deyapti bu yerda? Shu paytgacha aytgan gaplar to'g'ri deb keldik endi. Endi aytayapti. Menga shuni isbotlab ber deyapti. Buning Etifronning vaziyatini aytib beryapti. Bir ishchi qulni o'ldirsa, u ishchining egasi bo'lsa deyapti, otang deyapti, u ishchini o'ldirmay deyapti. Unga yumshoqlik qilsa deyapti. Xudolar bu jinoyatni adolatsiz deb topadimi deyapti. Adolatsizlik, ya'ni to'g'ri ish qilmadi deb topadimi deyapti. Va o'g'il otani, ya'ni sen qilayotgan ishingda, ya'ni o'g'il otani jinoyatda ayblasa ham bu to'g'rimi deyapti. Agar bu barcha xudolar qabul qiladigan bo'lsa, menga shuni isbotlab ber. Ya'ni nimaga qarab to'g'ri bu narsa? Etifron aytayapti. Buni isbotlay olaman Sokrat, lekin bu oson bo'lmaydi. Aqlim sudyalarnikidek aqlli bo'lganda, ya'ni o'sha Afina sudyalarini aytayapti. Aqlli deb o'ylaysan ekan, ya'ni aqlim sudyalarnikidek aqlli deb o'ylaysan ekan, Sokrat, sen ham bu harakatlarni yomon deb ko'rsatib bera olasan. Hamma xudolar ham bunga qarshi deb tushuntirib bera olishing kerak. Sokrat aytayapti, sen aqlli insonsan, buni menimcha deyapti, isbotlab bera olasan deyapti. Ya'ni gaz beryapti Etifronga. Etifron, alohida ravishda tushuntirib bera olaman Sokrat, agar meni diqqat bilan tinglasalar. Sokrat, agar sudyalar sening so'zlaringni tushunarli va to'g'ri deb hisoblasalar, albatta tinglashadi. Shu payt men o'zim bilan shunday dedim. Faraz qilaylik Etifron, barcha xudolar bu xatti-harakatni nohaqlik deb bilishini juda aniqlik bilan tushuntiradi. Agar bu bilan men dinga muvofiqlik va zidlikni tushunamanmi? Ushbu qotillik xudolarning norozilik tug'diradi. To'g'ri, ammo yaqinda aytgandikki, agar biz xudolar buni yoqtirmasa ham boshqa xudo buni yoqtirishi mumkin. Shuning uchun men seni bu bahsdan ozod qilaman. Etifron, agar xohlasang barcha xudolar bu ishni adolatsiz deya bilsin. Unda biz quyidagicha ta'rif qilaylik. Ya'ni aytayapti, endi bu yerda deyapti, buni isbotlab berishing shart emas deyapti. Sokrates deyapti, buni bir joyga qo'yib turamiz deyapti. Kel deyapti, buni isbotlashdan men seni ozod qilaydi deyapti. Shunday tasavvur qilamiz deyapti. Barcha xudolar deyapti, bu otangning ishini deyapti, to'g'ri qabul qilmadi deyapti. Ya'ni noto'g'ri qabul qildi deyapti. Hammasi bir fikrda deyapti. Xudolarning barchasi bir fikrda deb qabul qilaylik deyapti. Shunda deyapti, biz boyagi tepadagi ta'rifni o'zgartirishimizga to'g'ri kelardi deyapti. Ta'rif qanday? Yangi ta'rif. Barcha xudolar yoqtirmaydigan ish dinga zid, barcha xudolar yoqtiradigan ish dinga muvofiq. Ammo agar ba'zi xudolar yoqtirsa bir ishni ba'zi xudolar yoqtirsa, boshqalar esa yoqtirmasa, bu ish na dinga muvofiq, na dinga zid yoki har ikkisi ham bo'lishi mumkin. Sen shunday ta'rifni qabul qilasanmi deb Sokrat yangi ta'rif berdi Etifronga. Shunday desak bo'ladimi dedi. Bizga nima to'siq bo'lishi mumkin? Sokrat albatta qabul qilaman deyapti. Sokrat aytayapti, menga hech narsa xalal bermaydi, aziz do'stim. Lekin sen menga va'da qilgan narsalaringni shu nuqtai nazardan tushuntirishing osonroq bo'ladimi yoki qiyinroqmi? Shuni o'ylab ko'r. Ya'ni shu tarafda qabul qiladigan bo'lsang, menga aytib bergan narsangni, ya'ni menga aytgan o'sha otangni sudga berishing, otangning anaqani o'ldirishi, va hokazo shularni menga tushuntirib bera olasanmi deyapti. Etifron, unda shunday deyman. Barcha xudolar sevgan narsa dinga muvofiq. Etifron tasdiqlayapti buni. Barcha xudolar nafratlanadigan narsa dinga zid. Yangi ta'rif shu. Endi Sokrat davom etyapti. Yaxshi Etifron, endi bu ta'rifning to'g'rimi? Bu ta'rifing to'g'rimi, noto'g'rimi ko'rib chiqamizmi? Xohlasang ko'rib chiqmasligingiz mumkin, lekin ko'rib chiqsak yaxshi bo'ladi deyapti. Etifron, albatta tekshirishimiz kerak, lekin men hozir aytganlarimni to'g'ri deb o'ylayman. Sokrat davom etyapti. Buni oz vaqt ichida bilib olamiz aziz do'stim. Hozir esa shuni ko'rib chiqaylik. Biror narsa dinga muvofiq bo'lgani uchunmi xudolar uni sevadi yoki xudolar uni sevganlari uchunmi dinga muvofiq? Sokratning savoliga qarang endi. Nima deb ta'rif qabul qildi? Yangi ta'rifda nima bo'ldi? Barcha xudolar yaxshi ko'radi.
barcha xudolar bir xil fikr bilan yaxshi ko'radigan narsa dinga muvofiq, barcha xudolar yoqtirmaydigan, ya'ni nafratlanadigan narsa dinga zid dedi. Endi Sokrat shu savolni beryapti. Bu fikr to'g'rimi noto'g'rimi bilib olamiz, lekin birinchi shuni ko'rib chiqaylik deyapti. Biror narsa dinga muvofiq bo'lgani uchun xudolar uni yaxshi ko'radimi? Yoki xudolar uni yaxshi ko'rgani uchun u narsa dinga muvofiqmi? Shu savolga javob beryapti. Aynan shu savolni siz ham o'ylang. Keyingi videoda bahsni davom ettiramiz. O'zi ikkinchi videoda bu masala dialog tugaydi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.